كالبدر إذ تجلى بمكة أهلا وخيره قد حلى وخيره قد حلى وخيره قد حلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bolajonlar qaranglar, sirat darsimizni yana davom ettiramiz. Saodat asriga nima qilamiz? Sayohat qilamiz. Sayohatga tayyormisizlar? Tayyormisizlar? Qanotlar tayyormi uchishga? Tayyormi uchishga qanotlar? Abu Bakr, Muhammad Ali, chiqaringchi qanotingizni. Qanotlar tayyor ekan. Uchamiz bo'lmasa, saodat asriga nima qilamiz? Uchamiz inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hayotlarini o'rganamiz. Qaranglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyoga keldilar. Oldingi darsimizda Rasulullohning otalari, onalari buni o'rgandik. Qaysi yilda dunyoga keldilar? O'rgandikmi? O'rgandik. Fil yili nima bo'ldi? O'rgandik. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyoga kelganlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyoga kelishligidan 2 oy, 3 oy oldin otalari nima bo'lgan? Vafot etgan. Ya'ni Rasululloh yetim holatda tug'ilganlar. Yetim holatda tug'ilganlar. Qaranglar. Inshaalloh men bunga to'xtalaman. Yetim holatda tug'ilganlar. Bu nima beradi bu? Yetim holatda tug'ilib, yetim holatda o'sdilar. To'g'rimi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Yetim holatda tug'ildilar, yetim holatda o'sdilar. Bu nima beradi? Bizga g'ayrat beradi. G'ayrat, shijoat beradi. Bo'lib ham masalan dadasi yo'q, yetim bo'lib qolganlarga yana ham g'ayrat beradi. Chunki Rasululloh ham nima bo'lganlar? Yetim bo'lganlar. Rasululloh yetim bo'lsalar, men yetim ekan deb turib zaiflik qilib qolganlarmi? Yo'q. Yo'q, hayotda haligi ko'ngillari nima bo'lib qolganmi? Yo'q, balki nima qilganlar? Oldinga qarab yurganlar, foydali ishlarni qilaman, katta ishlarni qilaman deb oldinga qarab yurganlar. Biz ham Rasulullohga ergashamiz bunda. Rasulullohning yo'llarini ushlaymiz. Qaranglar endi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyoga keldilar. Onalari dunyoga keltirganlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning onalari emizgan, keyin onalarini suti ko'p bo'lmaganligi uchun Abu Lahabni mavlosi nima? Suwayba emizgan. Suwayba emizgan. Bu Halima Sa'diya emizishligidan oldin. Halima Sa'diya emizishligidan oldin Suwayba nima qilgan? Emizgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam demak 3 ta ayol emizgan ekan. Eslab qolinglar, 3 ta. Kim birinchisi? Onalari, keyin Suwayba, keyin Halima Sa'diya. 3 ta nima? 3 ta emizishgan. 3 ta ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda emizishgan. Rasululloh dunyoga kelganlaridan keyin boshqacha bir onalari his qilgan o'zi. Omina his qilgan. Nimani his qilgan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kelajakda buyuk ishlar kutayotganligini nima qilgan? His qilgan. Yengillikni his qilgan dunyoga kelishligida. Bir boshqa bolalarda kuzatilmaydigan, ko'rilmaydigan narsani his qilgan. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam albatta kelajakda buyuk inson bo'lsa kerak degan narsa onalarini hayoliga kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyoga keldilar. Dunyoga kelganlaridan keyin Rasulullohga e'tiborni ko'proq bobolari Abdulmuttalib nima qilgan? Qaratgan. Nimaga? Chunki dadalari yo'q edi. Abdulloh nima bo'lgan edi? Vafot etgan edi. Shuning uchun bobolari Abdulmuttalib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga e'tibor bergan. Keyin arablarda shunaqa odat bo'lganki, chekka qishloqlarga bolalarini nima qilishgan? Emizishlik uchun jo'natishgan. O'sha joyda havosi toza, shahardan sal chekkaroqda, shahar joylar nima bo'ladi? Issiqroq bo'ladi. Havosi sal qishloqdagidan ko'ra yomonroq bo'ladi. Hozir mana Toshkentda havosi aynib yotibdi-ku, Toshkentdan ko'pchilik chiqib ketamiz deyapti. Toshkentda havosi nima bo'lib ketgan? Havosi buzilib ketgan. Odamlar qiynayapti ekan hattoki aytishlari bo'yicha nafas olishlikka. Shunga o'xshash shahardagi nima bo'ladi? Odam ko'p bo'lganligi uchun shaharda havosi nimadan ko'ra yomonroq bo'ladi, atrofdagi qishloqning havosidan ko'ra. Shuning uchun qishloqqa nima qilishgan? Chiqarishgan va u joyda bolalar emib, baquvvatroq bo'lib, kuchliroq bo'lib, sal chayirroq bo'lib, sizlarga o'xshagan. Yetilishligi uchun, ulg'ayishligi uchun. To'g'rimi, Muhammad Ali?
To'g'rimi? Sizlar ham chayrmisizlar? Chayr degan nima degani? Ha? Baquvvat degani, chayr degani nima ish buyursa o'shani qiladi degan. Tozalab qo'ymaydi desa nima qiladi? Tozalab. Hojatxonani yuvib chiq desa nima qiladi? Yuvib chiqadi. Borib o'ydan bir narsa olib kel desa qiladi. O'qi dars qilsa desa nima qiladi? Qiladi. Yaxshi bola bo'l desa yaxshi bola bo'ladi. Ya'ni baquvvat bo'ladi. Hamma ishni nima buyurilsa o'sha narsani qiladi. Mana shu bola chayr bola. Sahobalar shunaqa bo'lgan. Bilasizlarmi sahobalar? Sahobalarga nima ish topshirilsa nima qilgan? Bo'ldi, qilaman men. Masalan, Anas ibn Malikni kimi? Akasi Baro ibn Malik. Bu ham o'shanaqa sahobalardan bu. Yoki Abdulloh ibn Unays. Abdulloh Unays kim bo'lgan, bilasizlarmi? Sahoba bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir topshiriqni berganlarida borib o'sha Rasulullohni o'ldiraman deb askar to'playotgan Xolidni yo'qotib keling deb topshiriq berganda, uni ko'rganingizda qo'rqasiz. Deganda Abdulloh ibn Unays nima degan? Men qo'rqmayman degan. Men hayotimda qo'rqishni bilmaganman degan. Qo'rqmayman. Ko'rasizmi, baquvvatlikdi. Mana shunday bo'lishni kerak. Bor uni qorong'ida u nariyoqqa borib ketsa, qaltirab kishi ketdi yuringlar, birga boraylik, meni oldimda ushlab turinglar deb nima qilib bormaydi. To'g'rimi? Yo'q, bo'ldi, o'zim borib kelaveraman. Nimadan qo'rqadi? Nimadan qo'rqadi? Hech narsadan qo'rqmaydi. Musulmon odam nimadan qo'rqadi? Zikrlarni qilayotgan bo'lsa, Qur'on o'qiyotgan bo'lsa, taqvo qilayotgan bo'lsa, o'tgan safar sizlarga aytib berganman jin voqeasini. Taqvo qilayotgan bo'lsa, nimadan qo'rqadi? Hech narsadan qo'rqmaydi. Bitta bolani qissasini aytib beraymi? Qaranglar, jin haqida yana bitta sizlarga qissa aytib beraman. Sizlarning shijoatlaringizni ko'paytirishing uchun. Bir bola bir joyga o'qigani boribdi. O'qigani borganda endi o'sha yerda bir nima olib, joy olib, o'sha yerda ijarada turishlik kerak. O'qishga, qatnashlik kerak. O'shanda bir joyga boribdi, bitta hovlili uy bor ekan, o'sha yerda olibdi. Hovlili uyda olibdi-da. Hayron bo'libdi mahalladagilar, bu bola mana shu yerda olyapti-ya, ish qilib tinchlik bo'lsin deyshibdi. U bola olishligidan oldin ko'pchilik kelar ekanda, bir oy, 2 oy turar ekan, qochib ketar ekan u uyda. O'shanaqa o'quvchilar, chunki o'qishda atrofidagi uylardan hamma nima qiladi? Ijaraga oladi, o'sha yerda turadi, o'qishga kiradi, hatto odamlar ham foydalanadi. Uyini ijaraga beradi, u bu narsa sotadi o'qish atrofida. Universitetlarda atrofida, maktablarda atrofida, madrasalarda atrofida shunaqa bo'ladi, bilasizlar-a? Foydalanadi odamlar. Xuddi shunaqa uy ekan. Kelarkanda ali joyda 1 oy 2 oyda qochib ketib qolishaverar ekan. Uyga kirishar ekanda 1 oy 2 oyda yo'q. Mahalladagilar hayron nima bo'lar ekan? Bu uyda bir narsa bor. Keyin bir kun o'sha bola olibdi. Keyin mahalladagilar hayron bo'lib qarab turishibdi, kuzatib, nima bo'lar ekan, ish qilib bu bolaga bir narsa bo'lmasa bo'ldi. U bola, qarang, u bola qori bola ekan, Qur'onni yodlagan bola ekan. Qur'onni yodlagan bola ekan. Qorilikni sizlarga foydasini mana hozir inshaalloh aytib beraman. Qori bola ekan u bola. Uyda masalan hovli bor ekan, uyda o'rtasida bitta quduq bor ekan, quduq. Chuqur quduq. Quduqni bilasizlar-a? Kovlangan quduq. Be'r, be'run quduq. Chuqur ekan haligi. Ne ko'rsa qo'rqinchli. Ichida bir narsalar ne chiqadigan-dek. Qo'rqinchli ekan. Keyin haligi hovli nimasida, o'sha hovlida nima so'ri bor ekan, so'rida Qur'on o'qibdi bir kun kechqurun. Kitobni ochib, Qur'onini o'qib, murojaat qilib o'tirgan ekan. Keyin haligi quduqda shuni bitta jin chiqibdi. Haligi quduqdan shuni chiqibdi bitta jin. Haligi bolaga keyin sen yaxshi bola ekansan debdi. Sen Qur'on o'qir ekansan, yaxshi bola ekansan debdi. Doim kelganlar bu yerda o'yin kulgi qiladi, bazm qiladi, har xil ishlarni qiladi. Bu bizga yoqmaydi. Biz bu yerda yashaymiz, mana shu yerda bizning joyimiz shet. Bularda ishi bizga yoqmaydi, o'shancha hammasini biz quvib solamiz. Qo'rqitamizda ularni, keyin quvib solamiz, ular chiqib ketadi. Deb qaranglar, oldingilar nimaga chiqib ketishligi o'sha yerda nima bo'ldi, bilindi. Chunki ular hatto nima qilar ekan, ana uni ishlarni qilar ekan. U jinlar musulmon jinlar ekan ular. Musulmon jinlar ekan. Ularga u joyda ularning har xil qiliqlari yoqmas ekan. O'shaning uchun hududdan shuni chiqarganda hammasini qo'rqitib nima qilishar ekan? Haydab yuborishar ekan.
Keyin bu bolaning Qur'on o'qishligini ular nima bo'lgan, yoqtirib qolgan. Hali bittasi shunday chiqqanda. Haligi bilasizlarmi, hali xumdi nimada Ali bobo nima edi? Olodimmi? Ne qilsa ichidan ne chiqib turib qo'lini qilib alajing. Amringizga muntazirmen dedi, nima deydi? Bilasizlarmi? O'sha endi afsona u, bo'lmagan narsa erta-yu. O'sha multfilmda bor u. Haqiqatda yo'q. Endi bu haqiqiy bu. Go'yoki qudug'imni eslaganda ne bo'lib chiqqandi. Haligi shunday chiqibdi-da. Hey debdi. Sen yaxshi bola ekansan. Biz musulmon jinlarimiz bizga Qur'on o'rgat debdi. Qarang, Qur'on o'rgat debdi. Biz o'qishligimiz kerak, o'rganishligimiz kerak debdi. Haligi bola sal endi cho'chib ketgandi u ham birinchi ko'rishligi. Bo'pti, o'rgataman, lekin menga ko'rinmasdan kelsen ham o'rgataveraman debdi. Ko'rinmasdan kelaverman, cho'chiyapman debdi. Ko'rinmasdan kelsen o'rgataveraman, har kuni o'rgataveraman debdi. O'shandan keyin nima haligi bola o'sha jinlarga dars beribdi Qur'onni. Keyin mahalladagilarga so'ragan ekan, mahalladagilar kutib turganda ba'da nima bo'ladi? 2 oyda bu ham qochanmikin deb. 2 oy o'tgan, 3 oy o'tgan, 4 oy o'tgan, hali bola chiroyli yaxshi yurib chiqib, o'sha yerda yotib yuribdi. Keyin so'rashgan ekan, bu nima bo'ldi senga? Nimaga hamma qochib ketaveradi, sen qolding deganda, keyin o'sha bo'lgan voqeani nima qilib bergan? Aytib bergan. Va jinlarga dars berayotganligini aytgan. Qaranglar mana. Demak, Qur'on yodlagan, zikr qilgan, taqvoda yurgan odam nima bo'ladi? Qo'rqmaydi, to'g'rimi? Nima ish topshiriladigan bo'lsa, uni nima qiladi? Bajarib, quduqqa tushishmi, bir g'origa kirishmi, bir tomga chiqishmi, bir chakalazorga kirishmi? Qilaveradi. Chakalazor haqida bitta qissani aytib beraymi bitta sahobani? Qaranglar, bir kun bitta sahobalar bitta chakalazordan o'tishibdi-da. Chakalazordan o'tishib. Chakalazor bilasizlar-a? Tikonli ham qo'rqinchli, hatto maymunlar, sherlar, yo'lbaslar, ilonlar, jinlar hamma qo'shetda bo'ladi. Chakalazorda. Keyin chakalazordan o'tishayotgan ekan, bittasi uni ulayotgan ekan, nima qilib, maza qilib. Chakalazorda qaranglar, chakalazorda ulayotgan ekan. Hatto anchunchasi ulalmaydi. Sahobalar o'tayotganda bo'lgan bu. Sahobalar o'tib ketayotganda. Keyin haligi sahobaga, sen nima qilyapsan bu yerda? U bitta bir o'zi yolg'iz, chakalazor, hech kim yo'q. Qo'rqinchli bir sher kelib mana o'tib ketishi mumkin. Ulovni bitta sher yeb ketishligi mumkin. Yotgan ekanda, o'sha maza qilib damni olib. Xotirjam hali divanda yotasizlar-ku sizlar. Meni tashabbur mazza qilib, yostiqda ne qilib uxlaysizlar-ku, xuddi shunaqa uxlayotgan ekan. Keyin, "Hey, sen nima qilyapsan, ey?" deyshganda, men debdi, Alloh subhanahu va taolodan boshqasidan qo'rqishlikdan men Alloh taolodan hijolat olaman debdi. Qarang gapini. Allohdan boshqasidan qo'rqishlikdan Allohdan Robbimdan hijolat olaman men debdi. Gapni qaranglar. Tushunlaring gapga? Mo'min odam mana shunday bo'ladi. Hech kimdan qo'rqmaydi, hijolat oladi Alloh taolodan. Allohdan boshqa nimadan qo'rqadi u? Kim nima qila oladi unga? Hech kim hech narsa qila olmaydi. Ibn Abbosning hadisini bilasizlar-a? Ibn Abbosning hadisida Rasululloh sallam aytganlarki, bütün insonlar, bütün hamma narsa to'planib, bütün ummat to'planib zarar berishlik uchun jamlansa, faqat Alloh xohlagan narsa bo'ladi deganlarmi? Alloh yozib qo'ygan narsa bo'ladi deganlar. Qaranglar mana. Bu nima beradi bizga? Aqida beradi. Bu nima beradi bizga? Ishonch beradi. Bu nima beradi bizga? Tavakkul Allohga suyanishlikni beradi. Mana shunday bo'ladi. Musulmon odam hech narsadan nima bo'lmaydi? Qo'rqmaydi. Mana shunday bo'ladi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyoga keldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin Halima Sa'diga kelib, Rasulullohni olib o'zini nimasiga ketdi. Banu Sa'd, qabilasi, o'zini qishlog'i olib ketdi. Olib ketgandan keyin nima bo'ldi? Uylarida boshqacha bir baraka bo'ldi, baraka yog'ilib ketdi. Ularda hayvonlari, haligi echkilari, qo'ylari bor-ku, ular nima ko'p sut bera boshladi. Ekin-tekinlariga ham baraka kirib ketdi, oilalariga ham baraka kirdi. Boshqacha bir baraka kirdi. Keyin hattoki buni his qilgan Halima Sa'diya, uni oilasi Rasulullohning onalari Ominadan so'radi, yana qolaversin dedi. Nimaga? Chunki nima kelyapti edi? Baraka kelyapti edi. Va undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqacha holatda ulg'ayapti edilar. Hech qanaqangi bolalar ulg'aymagan, odobli, haybatli, esi joyida
yaxshi bola bo'lib ulg'ayyapti dedilar. Halima Sa'diya shuni rivoyat qilgan. Boshqa bolalar ulg'aymagandek ulg'ayyapti bu degan. Rasululloh mana shunday ulg'ayganlar. Keyin o'sha yerda bir qissa, bir voqea bo'ladi. Inshaalloh bunga kelasi darsimizda to'xtalamiz. Tushunarlimi? Kelasi darsimizga bunga to'xtalamiz. Chunki buni ichida katta ma'nolar bor. Bitta darsda bunga alohida beramiz. Bitta katta nima bor bizga? Qissalar bor, katta foydalar bor. Juda katta foyda bor bizga. Vallohu a'lam va alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.